ichkarida nima dedik? Hech narsa bo'lmaydi-da. Onaning qorni yangi tug'ilganday bo'lish kerak. Ichkariga hammomga kirib, buni ichkarida hech narsa bo'lmaydi. 2-3 xil varianti bor. Birinchi variant ikkita uchini nima qilamiz? Teng qilamiz. Ikkita uchini teng qildik. Ikkita uchini teng qilib, buni o'ng tomonga olasiz. Chap tomonga ikkita uchini teng qildingizmi? Buni sal ko'tarib olamiz. O'tirganda hojatxonada yerga nima? Tegib qolmas, najosat tegmasligi uchun ko'krak barobar ko'tarib olamiz. Mana bu oyoqlarni ham yelka barobarda ochib olamiz sal. Yurganimizda nima? Yiqilib qolmasligi uchun. Oyoqlarni ochib olamiz, ikkita yelka barobarida. Buni bu chap tomonni o'ng qo'lti tagiga kirgizamiz. Mana bu chap tomon, mana bu o'ng tomon. Chap tomonni o'ng qo'lti tagiga kirgizamiz. Buni bunda yopasizda, yana 10 santimetrdan keyin yana bitta bunda buklab qo'yasiz. Maylimi? Mana peshonangiz o'rtasidan 10 santimetr yana bitta buklab, keyin qayirasiz. Mana shunda qayirib buklab boraverasiz, o'zi mahkam turadi bu narsa, tushmaydi. Kamar aytdim-ku, kamarsiz ham bo'laveradi bu, lekin kamar taqsangiz hali nima dedik? Hojat uchun taqsangiz mayli. Mana shunda mahkam turadi. Bu uslubni yaxshiligi satr avratga yaxshiroq bu. Bu tomoni ham ko'rmaydi, bu tomoni ham nima? Ko'rmaydi. Chunki ba'zilar haligina oddiy qilib taqib olishadi, bunday qilib taqashadi-da, bunday qilib turib taqib oladi-da, o'tirganda manalar ochilib qolaveradi, sonlari ko'p balo bo'ladi. O'shaning uchun nima? Ehtiyot bo'lasizlar, mana. O'sha mahkamroq turadigan variant mana shu. Mabodo semiz badanliroq odam bo'lsa, chap tomonni bu yoqqa kirgizasiz, chap tomonni kirgizib, keyin o'ng tomonni nima qilamiz? O'ng tomonni bu yoqqa yopasizda. Bunda lekin kamarmi, biron bir belbog'mi, biron narsa bilan nima? Mahkamlash kerak. Buni garantiya tushib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun nima? Bir narsa mahkamlab, keyin tushirib qo'yaverasiz kamarni. Lekin haligi birinchi variant nima? Mana shunday qilasiz. Ikkita uchini teng qildik. Ikkita uchini teng qilamiz. O'ng tomonga oldik. Chap tomonni nima? Chap tomonni o'ng qo'lti tagiga kirgizamiz, Buni bunday qilasizda, keyin yana bitta nima? Yopib qo'yasiz. Mana shunday qilib turib yurilaveradi. Sal kattaroq ekan. Mana bunday qilamiz. Mana. Qo'lni ochib olib, qanday qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib. Xo'p. Keyin bu yoqda kamaringizni bog'lab olaverasiz. Yoki kamarni bog'lasangiz, buni buklab o'tirish ham shart emas. Shuni ustidan shunday tushirib qo'yaverasiz, bo'ldi. Kifoya qiladi o'zi. Xo'p, tepasini endi rido izor. Tepasini nima? Olasizda, mana tepadan pastga tushirib. Mana bu o'ng tomon sal uzunroq bo'ladi. O'ng tomon nima? Sal uzunroq, chap tomon sal kaltaroq bo'ladi. Tushirib turib qo'limizni chiqaramiz. Qo'limizni chiqardik. Bu tomondan ham qo'limizni chiqaramizda, mana bu chap tomonni o'ng tomonga nima qilamiz? Qistirib qo'yamiz. Bu tomonga nima? Qistirib qo'yasiz. O'ng tomon desa chap tomonga nima? Qistirib qo'yasiz. Keyin haligi nima dedik? Plastik tugmalar unsurga tashlayveramiz. Plastik. Mana bu so'mkangizni ilib olasiz, o'zi mahkam ushlab turaveradi o'zi inshaalloh. Satr avrat bo'lsa, kindik bilan u tizza yopilib tursa bo'ldi. Satr avrat bo'lsa bo'ldi. Mana shuni yuraverasiz. Ka'batullohni ko'rganda, Ka'bani kirib borayotganimizda Ka'bani ko'rganda keyin o'ng yelka ochiladi. Ba'zilar Madinadan o'ng yelkasini ochadi, u xato. Yoki ba'zilar say qilayotganda yelkasi ochadi, u xato. Yelkani ochishlik sunnati faqat tavof asnosida 7 martada qilasiz. Keyin tavof namozi o'qimoqchi bo'lib olasiz-ku. Tavof namozida albatta nima qilamiz? Yelkamiz yopiq. Bizni Hanafiy mazhabda yelkasi ochiq namoz o'qish makruh. Tushunarli? Yelkani yopib oladi. O'ng yelka. O'ng Ka'bani ko'rdik. Buni chiqaramiz, tagidan o'tkazib, orqaga tashlab, orqamizga nima? Qistirib qo'yasiz bu yoqqa, xuddi sari kiyganda. Shunday qilib, 7 marta tavof qilib bo'lganimizdan keyin tavof namoziga o'zi ko'rsatadi, namoz o'qiydigan joy, o'sha joyga borayotganda albatta yelkani nima qilamiz? Yelkani yopib, zamzamni ichib, undan keyin nima? Sayga chiqib ketiladi inshaalloh. Mana shunday turiladi. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Jazakumulloh xayron, barakalloh. Tapishga joy namozlar, narsalar bor, o'shanga ham keyin albatta u yoqda bir narsa bo'lish kerak. Mana sizlar o'sha qabilalaringizga dalolat qiladigan, mana bejikmi, birkalarmi, so'mkami, ayollarda ro'mollar, ular hozir miqotga borganingizda odam ko'pda, biz sizlarni topa olmay qolamiz. Kim qaysi qabilada ekanligini nima bilmay qolasiz-da, qaysi firmadan nimadan. Shuning uchun albatta nima, yo so'mka yo biron bir kiyim bo'lsa, nurisi Alloh nur bo'ladi. Muhim nima dedik? Alloh taolo ustimda oppoq qilding, ichimda ham nima? Oppoq qilgan deb so'rash kerak. Alloh hammamizni qalbi soflardan, salimlardan qilsin. Barakallohu fikum, jazakum.